Assalomu alaykum. Kirib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan yurtimizdagi barcha ayollarimizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Azizlarim, bayram juda ham yaqin. Siz ham o'z yaqinlaringizni qay tarzda, qanday sovg'alar bilan xursand qilishni o'ylanib o'tirgan bo'lsangiz, albatta bunda biz sizga yordam beramiz. Yaqinlaringiz, onajoningiz, opajoningiz, singiljoningiz va jamiki barcha ayollarimizni ushbu go'zal kun bilan esda qolarli, ajoyib go'zal dil izhorlari ila muborakbod etishni istasangiz, bizning sahifamizga murojaat qiling. Ushbu raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, o'z yaqinlaringizni xursand qilishingiz mumkin.